Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Xonadonda 50 kilovatli invertor o'rnatilgan. Uy egalarining imkoniyatidan kelib chiqib 30 kilovat quyosh paneli qo'yilgan ekan. Eski holati bu. Eski panellar tomonga 30 kilovat qilib o'rnatilgan ekan. Bu yerda ko'rsatib turgan tomonimdan quyosh chiqib, bu tomonga botadigan holatda ekan. Qisqasi, eski panellari hozirgi vaqtda hisoblasangiz soat 10 gacha hisobda ishlamagan. Mana shu holatda bo'lgan. Biz yana 50 kilovat to'liq qilib beryapmiz. Panellarni qo'yib berdik mana o'rnatib. O pastdagi panellarni ko'rsalaring. Bu tomonga qaragan sababi tomlik sharoitidan kelib chiqib, mana bu panellarimiz, bu tomonga qarab turgan panellarimiz o'sha aytilgan vaqtgacha zo'r ishlab, quvvatni ushlab turadi, lekin quyosh bu tomonga o'tib narigilari ishlaydi. Xullas, har doim yuqori samaradorlik bilan quvvatni ushlab turadigan holat bo'lyapti. Pastda montaj ishlarimiz tugatilgan. Oxirgi panellar ulanyapti. Xudo xolasa, hozir past shitlarimiz, invertorlarimiz ekan. Bugun bulutli 16 sentyabr 2025-yil. Ob-havo bulutli. Bulutli havoda ham ishlaydi, xudo xolasa zo'r. Yani quyosh chiqqandaqa zo'r natija bermasa ham chiroyli bo'lib ishlab davlatga elektr energiya sotishda davom etadi. Hozir pastga tushib, pastdagi invertorlarimiz, shitlarimizni ko'ramiz. Shuna qilib Andijon viloyatidagi ishimizni yakuniga yetkaziryapmiz. Ishlarimiz yakuniga yetib oldi. Mana shu ko'riklar, qopqonlarni yopsak, xudo xolasa ishlarimiz tugaydi. Bu ko'pchilikdan tushadigan savol bo'ladi. Ob-havoni ko'rib turibsizlar, mana bulutli. Umuman quyosh yo'q. 50 kilovatli invertorimiz mana shu sharoitda ishlashini ko'ringlar mana. 8,5 kilovat, yaqin 9 kilovat elektr energiya soatiga ishlab berib turibdi. Biz bunga qo'shimcha qilganmiz. Avval aytib o'tganimdek 30 kilovatga 50 kilovat qilib to'liq qilib xonadonga yoqib beryapmiz mana. Alohida o'zgartirishlar kiritdik. Mis kabel qilish kerak, обязательно bu qismini. Mislardan foydalanish kerak. Qo'shimcha qilganmiz mana. Zashit avtomatlarini endi har xil bo'lib ketdi, sababi qo'shimcha bo'ldi. Bir vaqtda bo'lmagan bu ishlar. Ishlarimiz mana shunaqa amalga oshirildi. Ozgina chalalari yig'ishtirib, bork ishlarimiz qoldi. Xudo xolasa quyosh elektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. Sizlarga mana shunaqa sifatli ishlarni amalga oshirib beramiz. Hamyonbop narxlarda. Pastda turgan telefon raqamlariga bog'laninglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.